Assalomu alaykum hurmatli meni aziz va qadrdon kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga qadimiy va navqiron Buxoroning milliy chaqchuqlaridan bo'lgan shirdanak tayyorlashni o'rganamiz. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Buning uchun bizlarga iste'mol sodasi, tuz, 2-3 bo'lak oppoqgina bo'r, suv va mayda danak. Mana bunisi salgina kattaroq danakchalar kerak bo'ladi. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Va suv. Mana bu suvlarga yarim qoshiqchagina ana bular 200 ml suvga mana shunchagina chayin soda soldim mana. Endi bu massalarga qizlarjon danaklarni ivitib qo'yamiz mana. Danaklar ivitib qo'yilgandan keyin yaxshigina chaqiladi mana qizlarjon mana. Ikki soatga bularni mana shu ahvolda qo'yamiz mana. Mana qizlarjon 2 soatdan keyin bularni chaqish juda ham oson bo'ladi mana.